Qancha musibatlar kelmasin, qancha qiyinchiliklar kelmasin, Allohning qadari go'zal. Allohning qadari go'zal. Biz inson bo'lganimiz go'zal. Qancha imtihonlardan o'tsak ham, qancha gunoh qilsak ham, qancha qiyinchiliklardan o'tsak ham, biz balki yoki hayvon, yoki qumursqa, yoki tuproq, yoki osmon, yoki yer bo'lib yaratilmadik. Balki inson bo'ldik. Shuning uchun bu insonlik go'zal. Shuning uchun Alloh taolo faylasuflar nima deydi? Ahbabtan urifa va xalaqtul inson deydi. Bir kuni kelib tanilgim keldi. Sevilgim keldi. Shunda insonni yaratdim deydi Alloh. Daraxtlarga tanilgisi kelmadi, tog'larga tanilgisi kelmadi, balki insonga tanilgisi keldi. Daraxtlar eshitishini, daraxtlar ibodat qilishini istamadi. Daraxtlar sinalishini istamadi, balki inson sinalishini istadi. Inson duo qilishini istadi. Inson jannatga kirishini istadi. Shuning uchun Alloh taolo aynan insonga tanilgisi keldi. Insonning o'rni o'zi mana shu yerda bilinadi. Shuning uchun albatta mana shularga suyangan holatda Rob deyilganda gapirish shart emas. Bu yog'iga qalb yetkazib olib borib yetkazib qo'yadi. Indamasdan ijobat bo'laveradi. Shunda tushunasiz, sukut ichida qancha duolar ijobat bo'lib ketganini.